kira olaman. To'g'rirog'i sotib olaman. Oddiygina 0 blok turadigan dinamitdan boshlab million blok turadigan olamni vayron qiluvchi TNTgacha. Xo'sh, mana dinamitlarni portlatish vaqti yetib keldi va sen qayerdan kelib qolding? Negadir menga yana kimlardir eslatyapsan? Ispas notanish, seni birinchi marta ko'rishim. Ha, rostdan ham adashdim, cho'g'i bularda qaranglar, qanchalik ko'p narsalar bor. Mana bu nima? Bombaga qarshi aslahalar? Ajoyib. Bugun bularning hammasini albatta sotib olishimiz kerak. Bu nima? TPS kuchsizlashtiruvchi 10 mingta blokka? Qimmat. Mana bu, mana bu 0 turar ekan, nima bo'lgan taqdirda ham olishimiz kerak. Cheksiz yondirgalka. Sotib olganingiz uchun rahmat. Yerda bu o'zi 0 tursa. Xo'sh, bizda birinchi TNT 0 ta turar ekan. Yaxshi. Granata esa 5 taga. Xo'sh, bu esa 3 ta boylangani birgalikda va bu oddiy TNTga o'xshar ekan. Faqat kuchaytirilgan versiyasi nima bu bunchalik chiroyli? Bu TNTni boshqa qaysidir o'yinda ko'rgandayman. Kim bilsa yozib qoldirsan bu yerda esa qanaqadir sariq nima